Asas çoğun semiz olğan yoğan qo'saq o'quvchilarniki ig'irliqning tushmasligidagi 3 sababni deb berma. Oldingi 2 sabab shu sizni pingtaychiga akirib o'ylab ig'irliqning tushmay ichingizni tushiruydi. Oxirgi bir sabab amaliyat sizga bek foydali. Men asas cho'ng yo'g'on qo'saq o'quvchilarni o'rg'ilishda mening xil tajribam bor. O'quvchilarimning oldi 60 kilo ig'irliq tashlab qo'yganlar bor. Men xil maydamga urib gaqila olmayman mojiatda. Men film sal uzunroq inchik so'zlayman, sizga foydali bir tal yurakni berib o'tib tafsili anglab chiqing. Birinchisi, o'riqlashni boshlaganda ig'irlik shunda yoq tushib, keyiniga borganda biroqli tushmay to'xtab qilish. Bo'libmi xil uzun vaqt ig'irlik tushmay bir yerda to'xtab qilish. Buning asosiy sababi o'riqlashni boshlaganda tomoqdan haddidan ziyoda tarz tutib shunday bo'ladi. Ba'zilar odamdek tomoq yemaydi o'riqlashni boshlaganda. Atiganda bir tal olma tushdi, bir tal tuxum kechdi, bir tal xanga deb odam mushta tomoq yemda. Bunda holatda badani bir xil cho'chish bo'ladi. Siz uni toza ishiltib, uning yetarli ozuqni bermadingiz. Dastlabida bunda oz yegandan keyin sizning badandagi muskul chiqdi, suv chiqdi, mayma azroq eriydi, shun ig'irlik shiddat bilan tushdi. Ammo muskulmi chiqib ketdi degan gap badan bir xil ansirash yuz berdi. Anandagi metabolizm tam ostiltib, ig'irligingizni tushamay bir yerda qolib qo'ydi. Hal qilish usuli tomoqni endi odamdek yeymiz. Şu vaqt tomoqni sog'lom ilmiy yeng. Har bir vaqt tomoqda go'sht, say, asos, oshlar cho'qim bo'lsin, shu vaqt tomoqni to'liq yeng. Dastlabida ig'irlik sal o'rlaydi, hech qisi yo'q. Ammo ig'irlik sal o'rlab badan bir odamdek yaxshi bir holatga kelgandan keyin anandagi yana pastga qarab mangdi. Ikkinchisi, tomoqni parz tutishdan boshqa harakatni ig'ir qilsakmi, mushta pingtaychiga kirib qolamiz. Chunki siz birisidan tayoq yeyapsiz yoki bo'lmasa siz badan saparingizni o'riltiman deb harakat qilyapsiz, badan farqlantirolmaydi uni. Siz badan sapaga mos kelgan holatda ig'ir harakat qilsangiz, badan har xil bisim hormonlari va ular bisim his qilib, zarba his qilib, shu hormonlar o'rlab ketadi. Bu chaqda shu badanga joyil maylarni yig'ib oladi. Chunki may degan badan uchun bir xil qo'g'dug'uchi hisoblanadi. Tushundingizmi? Shunlashqa harakatni to'xtating bo'ldi. Ammo bir yo'l mangadigan, usul o'ynaydigan bir xil ko'ngil xo'shi harakatlarni qilib berib, tomoqni muvofiq miqdorda yesangiz, ondan tushadi. Bu harakatni bekrak qilib, ig'irlik tushgandan keyin siz tashvishlansiz uning ustiga. Tashvishlanishmi badan uchun bir xil zarba. Bu chaqda texmi bek yig'ib oldi, chin quchoqlab oldim joyil maylarni. Gapim tushib bo'ldimi? Unda o'zingizni qiynab etmang. Uchinchisi, ig'irlikda cho'ng o'zgarish bo'lmaydi, ammo baloylanmasini o'lchab baqsa azroq kichiklayotganlar. Bu amaliyotda yaxshi ahvol, buni biz pingtaychi demaymiz, juma. Bu haqiqiy o'riqlayotganligimizdan derak berdi. Chunki may bir kunda unda bek jiq kuyib ketmaydi, 1 kilo, 2 kilo maylar ko'ymaydi, unda ko'ygiltosi yo'qib ketmamsiz. Ig'irlik unda tez surat tushib ketmaydi. Chunki may kuyayotgan vaqtda badan o'zigidan ig'irlikni kontrol qilib, suvlarni jiqaytidi, muskulni jiqaytidi. Chunki hamma narsadan kichiklab maqsa, shamol chiqsa uchib ketmamsiz siz. Badan uni yo'l qo'ymaydi hargiz. Shuningdek, ballaylanmada o'zgarish bo'layotgan bo'lsa, aynak qarasangiz o'zingizga o'riqlagandek his qilgan bo'lsangiz, boshqalar ko'rib, "Voy ajab o'riqlab qopsa" desa va ishtallar sal cho'ng kelgan bo'lsa, ballari. Ammo o'riqlab tutmadan ig'irlikqa kirishib olmang. Juma xato bir yo'lga kirib olib, bekadi zehningizni isrof qilib yurmang. Bir tal yurak berib saqlaylang, g'ayrat qiling.